Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Odatda fasad ta'mirlamoqchi bo'lsak, bizni xayolimizga birinchi keladigan fikrlardan bittasi fasadni remont qilsamu rangi o'chib ketmasa deymiz. Yoki bo'lmasam to'kilib tushmasa, ko'chib ketmasa degan fikrlar keladi. Aynan mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun yechim o'ylab topilgan, ishlab chiqilgan va mana shu yechimni biz ham sizlarga tavsiya qilyapmiz. Bu nima desangiz, aziz hamyurtlar, bu tabiiy mramor tosh kroshkasidan, qumidan va maxsus polimer klaylar yordamida press usulida ishlab chiqarilgan mana shunday yengil egiluvchan plitkalar, aboylar, toshli aboylar deymiz, egiluvchan plitkalar deymiz. Mana shu materiallar ishlab chiqarilyapti. Biz ham mana shu sohada ancha yillardan beri shug'ullanib kelyapmiz. Va ishontirib ayta olamizki, materiallarimizni rangi umuman o'chmaydi, xudo xohlasa. Bunga javob, endi javob deganim nimasi? Agar mabodo rangi o'chib ketadigan bo'lsa, mana shu narsani men o'zim hisobimdan almashtirib beraman degan gapimni isboti, javobi. Agar biron kishi borib qo'li bilan maxsus biron narsa pichoq yo biron narsa bilan ko'chirib olmasa, materialni o'zi juda yengilligi va devorga juda qattiq yopishganligi sababli o'zingiz ko'chirib olmagunizgacha turaveradigan material. Xo'p, demak bizni materialimiz rangi o'chmaydi, ko'chib tushmaydi, to'kilmaydi, muzlamaydi, sinmaydi, har qanday ob-havo sharoitiga chidaydi va hokazo. Mana shunday juda bir qator yaxshi afzalliklarga ega. Endi aytishimiz mumkin, shunaqa ham ideal narsa bo'lar ekanmi? Yo'q, bo'lmaydi. Bizning materialda ham kamchiliklar bor. Birinchi kamchiligimiz, materialimiz misol uchun mana shu variantda donalab yopishtiriladi. Bu ustaning mehnatiga ozgina vaqt qo'shiladi, mablag' qo'shiladi. Va yana ikkinchi kamchiligimiz, materialni narxini biz arzon deb maqtana olmaymiz. Materialning narxi qimmat, montaj ishlari ham qimmat bo'ladi. Hozirgi kunda bizning materialimiz 1 metr kvadrati bizning seximizdan kley va laki bilan birgalikda 1 metr kvadrati 60 mingdan chiqyapti. Uyning egasiga esa polna hammasi mehnati, gruntovkasidan boshlab to'liq lisasigacha abitidan tashqari xullas uyning egasiga 110 ming so'mdan tushib kelyapti hozirgi kunda. Va bajarib ham kelyapmiz mana shunday ishlarimizni. Endi bu narsani bizni materialda faqat videoda ko'rgan yoki bo'lmasam hali qo'li bilan kelib ushlab ko'rmagan, hali qildirmagan odamlarning savoli ko'p insonlarga bu narsa qimmat tuyulishi mumkin. Lekin bizga Xudoga tavakkal qilib, bizga ishonib qildirgan akalarimiz, opalarimiz bitgandan keyin sarflagan pullariga mingdan ming rozimiz deb o'zlarini